Yo, what's up? Meni Sancholiyev kanalimga xush kelibsiz. Meni Sancholiyev kanalimga xush kelibsiz. Va xullas videoni nomini ko'rganingizdek 2030-yilgacha planlar. Xo'p. Birinchi maqsadim kulgili tuyulishi mumkin, g'alati tuyulishi mumkin, lekin odamlar qilayotgan ishni men ham qila olaman deb o'ylayman. Хорошо. Odamlar qilayotgan ishni qila olaman deb o'ylayman. 100 ming dollarlik qiymatga ega nimadirlik bo'lish yoki 100 ming dollar atrofidagi pulga ega bo'lish 2030-yilgacha. Bu birinchisi. Ikkinchisi, 4 ta tilda B1 darajaga chiqish. Bular qaysi tillar? Rus, ingliz, nemis, turk. Rus, ingliz, nemis, turk tillarida B1 darajaga chiqish. Va YouTube, Instagram, Telegramda umumiy jami 30 mingta obunachi yig'ish. Umumiy 30 mingta obunachi yig'ish. Va yana bittasi nakachanный tanaga ega bo'lish. Nakachanный tanaga ega bo'lish. Bu hammasi boshimni stolbaga urib olganimdan keyin yozilgan maqsadlar. Nimaga bunaqa maqsad qo'ydim? Chunki zerikdim, hayotimga nimadir yangilik olib kirishni istadim. YouTube'da, Instagramda, Telegramda, xullas hamma yoqda faol bo'lishga harakat qilyapman. Nima demoqchi edim? O'zi buni aytmoqchi emasdim chindan. Boshqa narsa aytmoqchi edimki, bu endi maqsadlar qanchalik reallikka yaqinligi. 100 ming dollarlik qiymatga ega nimadirlik bo'lish 80-100 ming atrofida bu reallikka yaqin. Bu havodan olib shunchaki million dollar ishlab topaman deb yozmaganman. 100 ming dollar deb yozganman. 100 ming dollar men uchun katta qiymatga ega pul. 1 milliard so'm bo'ladi bu. Ya'ni trading qilishim mumkin, XP'da o'ynashim mumkin. XP'da o'ynashim mumkin. No, for example, I'm talking. Misol uchun aytyapman. I'm speaking for example. Misol uchun aytyapman. Binance'da ishlashim mumkin. Binance bu kriptovalyuta itakdali. Xo'p. 4 ta tilda B1 darajaga chiqish. Bu ham вроде бы anaqa realistichniy narsa. Nimaga realistichniy? Chunki menda 3 yil bor oldinda 2030-yilgacha. 2030-yilgacha 3 yil bor va men rus, ingliz, nemis, turk tillarida bemalol B1 ni ola olaman deb o'ylayman. Nakachanный tana. Bu ham realistichniy orzu. Nakachanный tana bo'lish. 3 yil ichida, конечно, bo'laman. Zalga chiqsam, albatta nakachanный tanaga ega bo'laman. Всё равно. Demak, bo'ldi. Mana shu edi video 3 daqiqa bo'ldi. Sancholiyev PP, lolo, PP. Aloni ko'rdinglarmi? Nima edi? Gunvest, PP deb taxallus qo'yganimizga men o'shanaqa deb bo'lyapman. Debil bo'lyapman. Xo'p, bo'ldi. Shu gapim edi. Bosh vaqt topib bichib qanchoy, o'rnashib olib qulay joyga, YouTube'dan qadar Sancholiyev saytida gapim bor ancha.